Hozirgi kuni tibbiyoti kashf qilyapti deb maqtanyapti. Bizdagi 1500 yil oldin aytilib qo'ygan haqiqatni. Nimani kashf qilishdi? Kashf qilgani shuki, har bir bola o'zini tuqqan onasini emsa sog'lom o'sar ekan. Chunki onaning dastlabki sutida, og'iz sutida immunitet deb atalgan hozirgi manoa, qarshi kasalliklarga qarshi kurashuvchi malakani hosil qiladigan moddalar bor ekan. Bolani emizishni o'zi mo'jiza. Dastlab demak farzand ko'rayotgan kelinlarda sut bo'lmaydi. Farzand tug'ilib, yig'isini ovozi chiqqanda sut keladi keyin. Sut demak o'sha tug'ilganiga 1 soat, yarim soat bo'lgan murg'ak go'dak emsa, o'shini to'ydirguncha keladi, qolgani yo'q. Ichi to'la haligidaqa insonga foydali modda. Immunitet boshqalarni hosil qiladi. Ertasiga bola kattaroq bo'lib, kechagidan bir ho'plam ortiqcha emadigan bo'lsa, sutdan bir ho'plam ortiqcha keladi. Indiniga shu, bir haftadan keyin shu, bir yildan keyin katta bo'lib qoladi, bola endi ko'proq emadi, yana ko'p kelaveradi. Uni onani o'zi boshqara olmaydi. Alloh taolo beradi.